Xorazm viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda inson hayotini asrash borasida olib borilayotgan ishlar doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda transport boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan mazkur yig'ilishda asosiy e'tibor yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi Damas haydovchilari va ularning uyushma rahbarlari faoliyatiga qaratildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, 2025-yil davomida viloyat hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari tahlili vaziyatning jiddiy ekanini ko'rsatmoqda. Xususan, umumiy hodisalarning 23% aynan Damas rusumli transport vositalari ishtirokida sodir etilgani qayd etildi. Bu esa ushbu toifadagi haydovchilar zimmasidagi mas'uliyat naqadar yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Ushbu hodisalar natijasida 59 nafar fuqaro tan jarohati olgani, 18 nafar insonning esa hayotdan ko'z yumgani yig'ilish ishtirokchilarida chuqur taassuf uyg'otdi. Mutasaddilar o'z nutqlarida faqat statistik ma'lumotlar bilan cheklanib qolmasdan hodisalarning kelib chiqish sabablariga ham alohida to'xtalib o'tishdi. Asosiy omillar sifatida tezlik me'yorlariga amal qilmaslik, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish, ortiqcha yo'lovchi olish, transport vositasining texnik nosozligi, shuningdek haydovchilarning charchoq holatida harakatlanish kabi holatlar tilga olindi. Bu kabi omillar nafaqat haydovchining o'zi, balki transport vositasidagi barcha yo'lovchilar hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi ta'kidlandi. Yig'ilish davomida haydovchilarga yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish, intizom va mas'uliyatni oshirish borasida aniq tavsiyalar berildi. Ayniqsa har bir haydovchi yo'lga chiqishdan oldin o'z sog'ligi va transport vositasining texnik holatini tekshirishi, harakat davomida esa sabr-toqat, madaniyat va ehtiyotkorlikni ustuvor qo'yishi zarurligi alohida urg'u bilan qayd etildi. Shu bilan birga uyushma rahbarlarining mas'uliyati ham chetda qoldirilmadi. Ularga haydovchilar bilan doimiy muloqot o'tkazish, kerak bo'lsa har kuni profilaktik suhbatlar tashkil etish, yo'l harakati madaniyati va xizmat ko'rsatish sifatiga oid tushuntirish ishlarini kuchaytirish vazifasi yuklatildi. Haydovchilarning tashqi ko'rinishi, muomala madaniyati va xizmat ko'rsatish odoblariga ham alohida e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi. Tadbirning muhim jihatlaridan biri haydovchilarning fikr va takliflariga ham quloq tutilganidir. Ular tomonidan yo'llarda harakatlanishga xalal berayotgan omillar, infratuzilmadagi kamchiliklar va turli noqulayliklar haqida bildirilgan e'tirozlar mas'ullar tomonidan diqqat bilan eshitildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbari mazkur murojaatlarni shaxsan nazoratiga olib, ularni tezkor o'rganish va bartaraf etish bo'yicha mas'ul xodimlarga aniq topshiriq va ko'rsatmalar berdi.